Resi filialimiz yopilgani ko'pchilik mijozlarimizni xafa qildi, to'g'rimi? Lekin xafa bo'lishga shoshilmanglar. Sizlar uchun Resi filialimizni yana ham kattalashtirib va qulay lokatsiyada ochishga qaror qildik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qattiq ochilayotganini e'lon qilaman. Hozir esa do'konimiz ochilishi munosabati bilan 12 ming so'mdan 2 xil modelda Mayka tursiklarimizning aksiyada xarid qilsanglar bo'ladi. Video boshlanishidan oldin aytib qo'yaman, Mayka tursiklarimizning aksiyasi faqat yangi do'konimizda bo'lib o'tadi. Faqat yangi do'konimizdan ertaga kelib, ushbu Mayka tursiklarimizning aksiyada xarid qilsanglar bo'ladi. Boshqa barcha mahsulotlarimiz hamma filialimizda tursilarimizni ko'rishingiz mumkin. Har xil modellarda bor. O'g'il hamda qiz farzandlar uchun yoz mavsumi uchun juda ham qulay, havo o'tkazadi, sifati yaxshi. Bundan tashqari bu modeldagi Mayka hamda shortsiklarimizni ham aksiya narxida 12 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Maykalari barsovkali, shortsiklar tizidan pastga tushib turadi, matosi havo o'tkazadi. Navbatdagi mahsulotimiz 19 ming so'mdan Xitoy mahsuloti bo'lgan o'g'il qizlarimiz uchun obuvlarimiz. 19 ming so'mlik aksiyadagi obuvlarimizni ko'rishingiz mumkin. Modellari juda ham ko'p. Ichida Xitoy, O'zbekiston aralash har xil modellarda bor. 19 ming so'mdan faqatgina yangi do'konimiz ochilishi munosabati bilan yangi do'konimizda xarid qilsanglar bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi. Yozda mazza qilib kiydirsanglar bo'ladi. Aksiya kunlari 17-18 may kunlari kelib, yangi do'konimizdan ham aksiyadagi mahsulotlarimizni va qo'shimchasiga shu mahsulotlarimizni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Resi filialimizning o'rniga yangi ochilayotgan katta do'konimiz Kadr Showda keyingi videoda filialimizning adresini tushuntirib o'taman.